Assalomu alaykum o'rtoqlar. Adobe Premiere Pro'ga bag'ishlangan navbatdagi mini darsligimizni e'lon qilyapman. Xo'p, bu darsligimizda bijir-bijir effektini ko'rib chiqamiz. Endi xalq tilida bijir-bijir deyiladi. Mana bu ko'rib turgan bo'lsangiz, obyektda mana bu odamning yuziga mana shunaqa mozaika qo'yilgan. Bir xil video olsangiz hazillashib aytadi-ku, "Aka, yuzimga vijir-vijir qo'yib yuboring" dedi-ku. Ana shunaqa vijir-vijir qo'yishni o'rganib chiqamiz. Xo'p, bu hozir menda Adobe Premiere Pro 2026-versiyasi, eng oxirgi o'sha hozir yangi chiqqan versiyasi va bu versiyada yangi bitta instrument qo'shilgan. Hozir ko'rsataman mana. Object Mask Tool degan instrument qo'shilgan. Mana shu instrument orqali qilamiz. Bu instrument obyektlarda mana shunday tanlab olish uchun juda ham yaxshi instrument hisoblanadi. Hozir bu qanday ishlashini sizga ko'rsataman. Xo'p, birinchi bizlarda mana videomiz bor. Videoda ko'rib tursiz, bir odam bor, harakatlanayotgan odam. Va mana shu videoni biz boshiga qo'yib olamiz. Mana palzunokni, keyin bu yerda mana shu Object Mask Tool'ni tanlaymizligini. Shunday mana shuni odamga olib borsangiz, ko'rdingiz, o'zi odamni avtomatik aniqlaydi. O'zim galstukni alohida, o'zini alohida aniqlayapti. Bizlar mana shu yerda odamning shunday yuzini tanlaymiz. Mana shu. Bu yerda bitta narsaga e'tibor qarating. Mana bu yerda mana shu sizda Object Mask Tool. Xo'sh, mana bu yerda rectangle turishi kerak. Mana bu yerda rectangle turishi kerak. Keyin o'zi standart mana bu lasso bo'lib turadi-da. Lekin siz bu yerdan lassoga qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana bunaqa chiqadi. Rectangle qilib, mana shu to'rtburchak qilib belgilab bo'lsa bo'ladi obyektlarda. Xullas, mana obyektimizni tanladik, boshini tanlab oldik. Keyin Effects Control panelida mana Object Mask degan narsa paydo bo'ladi. Bu yerda mana Tracker degan joyi bor. Mana shu Trackerga hozir mana bosamiz. Ko'rdingiz, tracking jarayoni ketyapti. Obyektni yuzini tracking qilib oladi hozir. Tars tugadi mana. Tracking qilib oldi. Juda ham zo'r instrument, ko'rdingiz, o'sha kerakli obyektlarni mana shunaqa qilib tracking qilib ishingizni ancha osonlashtirishingiz mumkin. Mana shu Object Mask Tool orqali bu Adobe Premiere 2026-versiyasida. Xo'p, buni tracking qilib oldik. Endi bizlarga mozaik degan effekt kerak. Moza deb yozamiz. Mozaik deb chiqadi mana. Mana bu effekt, mozaik. Mana shu effektni shuni olib videoga tashlaymiz. Ko'rdingizmi, odamning yuzi o'zi avtomatik mana bu Object Mask, mana bu yerda Object Mask avtomatik o'zi mana bu mozaikni ichiga kirib ketyapti. O'zi shuni tashlaganingizdan birdaniga o'zi tushadi ichiga. Xullas, bu yerda nastroykalarni sal to'g'rilaymiz. Misol uchun mana bu yerda phaser bor. Phaser, mana bu expansion. Mana shularda где-то 80, expansion'da где-то bir 30 qilib qo'yaylik. Mana shuni qilib qo'ysak, ko'rdingiz, mana odamning yuzi mana shunaqangi vijir-vijir effekt qo'yish mumkin. Bu yerda yana mozaikni mana har xilcha nastroyka qilsangiz bo'ladi. Mana bunday kattalashtirishingiz mumkin. Xullas, shunaqa qilib bijir-bijir effektini qo'ysa bo'ladi. Agar keyingi videomiz bor, agar sizda obyektlaringiz ko'p bo'lsa, masalan, bitta odam emas, 2-3 ta odam bo'ladigan bo'lsa, bularni ham shunaqa hammasiga qo'yib chiqsa bo'ladi. Buni ham ko'rsataman. Mana qarang. Object Mask tanlaymiz. Misol uchun, mana bu birinchi odam tanlaymiz boshini, keyin ikkinchi odamni ham tanlaymiz. Mana ikkalasi ham tanlandi. Endi buni tracking qilamiz. Ketdi tracking. Qulog'i sal mana bu yerga qolib ketgan qizda hech narsa qilmaydi. Mana xullas buni ham tracking qilib oldi. Bu yerga ham mozaik effektini shuni tashlaymiz. Mana bu phaserda Object Maskdan phaserda где-то 80. Masalan, expansionda 30 qilib qo'ysak ham bo'ladi.
Endi o'zingiz solsangizda man expansion bunday qilsa ochiladi. Xullas bo'ldi, mana shunday qilib ikkita odamni ham yuzini yopdik. Bu narsalar ko'pincha boyagi tezkor tadbirlar bo'ladi-ku, odamlarning yuzini yopish kerak bo'ladi, boyagi maxsus ichki ishlar xodimlari, DXX xodimlari boyagi jinoyatchilar ushlaydi-ku, shu payt yuzini yopish uchun shunaqa qiladi yoki bir xil uzr so'rab chiqadi-ku. Aka, unda men xalqimdan uzr so'rayman deb chiqadi-ku. Ana shunaqalar yuzini yopish uchun mana shu mozaikadan mana shunaqangi qilib foydalanish mumkin. Do'stlar, bunaqa videolar uchun bitta sizlardan qo'llab-quvvatlash kerak menga, poddershka kerak. Bu uchun faqat mana shu Telegram kanalimda reklama chiqadi har zamonda. Mana shu reklamani ustiga mana bu yerda silkasi bor. Mana shu silkasiga bitta bosib open qilishingiz kerak. Qanaqandir saytga o'tadi. Shu tamom, faqat mana shu silkalarga bitta bosib qo'yib open qilsangiz bo'ldi. Boshqa hech narsa qilish kerak emas. Shu bilan meni qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz. Do'stlar, e'tiboringiz uchun rahmat. Videoga like bosish, kommentariy qoldirish esdan chiqmasin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.